Assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar, sog'-salomat yursizlarmi? Bugun sizlar bilan Surxondaryoda yashovchi bir oila haqida videoni ko'rsatib o'taman. Surxondaryo viloyatida yashovchi tog'li hududda yashovchi bir oila bor ekan, ya'ni aziz yurtdoshimiz og'ir sharoitda yashaydi ekan. Bir singlimiz uylarga olib manga tashadilar, ya'ni aka surxondaryolik yurtdoshimizga obunachilaringiz bilan qo'lingizcha yordam bering dedilar-da. Men sizlarga shu videoni qo'yib beraman. Ko'rib, qo'llardan kelsa yordam beringlar, ehson qilinglar. Xullas, fikrlarni yozib qoldiringlar. Videoni tomosha qilinglar. Mana hurmatli yurtdoshlarimiz, mana sharoitlari, mana uyning sharoitlari mana. Yashab turgan uylarining ahvollari mana. Oynalari yo'q. Mana oshxonalari. Mana oshxonalari. Mana oshxonalari. Mana uyning ahvollari. Mana oynalari yo'q. Yashab turgan uylarning ahvollari. Mana uylarning ahvollari mana sharoitlari. Mana uylari. Mana yashab turgan joylari. Mana pataloq ham bo'lmagan. Mana. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib, nima bo'lganini aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Olim Qulus Yovush birinchi guruhning a'zosiman. Shunday qilib to'shakka yotib qolganman. 4 yildan beri shunday to'shakka mehmonlik yotibman. Shuning uchun yordam so'rab, shunday sharoitga turaman. Shu imkoniyatim yo'q, biron больницаga borib yotib davolashga. Sizlarga yordam so'rayman. Hammangizga katta rahmat. Oldindan hammangiz qo'lingizga kelgancha yordam beringlar.